SX460 bu yuqori samarali kitob tikish uskunasi bo'lib, nashriyotlar va bosmaxonalar uchun mo'ljallangan. Uskuna sifatli tikuv va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Texnik imkoniyatlariga ko'ra, uskuna maksimal 460 ga 310 mm, minimal esa 150 ga 100 mm hajmdagi materiallarda ishlash imkoniyatiga ega. Tikish tezligi daqiqasiga 50 marotaba bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Uskuna bir vaqtning o'zida 10 tagacha tikuv to'plamini bajarishi mumkin. Ignalar orasidagi masofa 19 mm ni tashkil etadi. Og'irligi esa 650 kg ni tashkil etadi. Afzalliklaridan biri oddiy boshqaruv tizimi tufayli yangi foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratishi. Shuningdek, uskunaning barqaror ishlashi katta hajmdagi buyurtmalarni sifatli bajarish imkonini beradi. SX460 kitoblar, kataloglar va hujjatlar ishlab chiqarishda qo'llanilib, mahsulotlarga mustahkam va uzoq muddatli sifat kafolatini beradi. SX460 bu professional kitob ishlab chiqarishda ishonchli yechim.